Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrbaland qadrdonlar, Tunikufon ishqibozlari. Akalar, biz yana bir obyektimizda Tunikufon ishlarimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu obyektimiz esa Namangan viloyati Pop tumani Gulbog'da qilib berdik. Akalar, ko'rib ishimizga bir baho berib qo'yasizlar. Bu ishimiz oq hamda mokri tunikalardan foydalanganmiz. Bu ishimiz ham juda ham bir ideal holatda chiqdi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga video davomida narxlarni hamda kvadratlarni aytib o'tib Akalar, bu joyda biz ko'rganinglardek kazorogimiz bir tarafı uzun, bir tarafı qisqa joyini burchaklarni mana shunday holatda ideal qilib keltirib berdik. Akalar, bu ishimiz 04 tunikadan bo'lgan, ya'ni 04 oq hamda mokri tunikalarımızdan foydalanganmiz. Bu joyda akalar darvozaxonamiz hamda ichki kazoroglarni ham qilib berdik. Darvozaxonamizni ash ko'rib turganinglardek tekis holatda rombik qilib berganmiz, shaxmatli fason. Ve kazoroglarimizni ham bir ko'rsatib o'tamiz va kazoroglarimizning chiqishi 30 cm, uzunligi esa 26 metr. Ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Ayvonlarimizni eni 4,5 metr, uzunligi 9 metr, ko'cha kazorogimiz 70 cm ga 10 metr. Akalar, bu joydagi shaxmatlarimiz 56 cm qilganmiz. O'rtasiga esa mana shu ko'rib turganinglarda oynali fasonni oynalari bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Akalar, bu oynali fasonimiz oynasi alohida bo'ladi. Oynasini bir donasi 25 ming so'mga qo'yib beryapmiz. Akalar, hozirgi kundagi Tunikufonimiz 1 kvadrati narxi 135 ming so'mdan qilib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarda qilib berishimiz mumkin. Qaysi viloyatdan bo'lsa ham telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Akalar, bu 135 ming so'mning ichida tunika foni, usti haqqisi, lisiyasi, hamma narsasi ichida qilib berganmiz. Bu xonadonni esa bu xonadonga biz 150 kvadrat tunika ishlatganmiz. 135 ming so'mdan 20 million so'mga qilib berganmiz. Bu joyda esa akalar ustunimiz bor. Shu ustunimizni ham tunika fondan ashbga qilib berib ketganmiz. Bu ustunimiz madvi, ya'ni shurshaviy tunikadan qilib berganmiz. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Agar sizlarda ham ustun bo'lsa, ustunlarni ham ashbga qilib beramiz bu joyda va ustunimiz, ikkinchi ustunimiz ham bor. Akalar, ketgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Agar sizlar ishimiz yoqqan bo'lsa, sizlarga ham ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilib ekranlaridagi telefonlarga telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Nasib bo'lsa, sizlarga ham shunday go'zal holatda Tunikufon ishlaringizni qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.